Hurmatli abonatlarimiz, Nexia 2 so'rag'anlar uchun Primo egalardan 2007-yil Sony Scrambler Lux konditsioner Nexia 1 mashinamizga kelib turibdi. Mashina bir qator ko'ringlar, sostenasi zo'r ekan. Xo'p, elde tarafından göstermem. Gördüğünüzde umuman çatlak sınıkları yok. Konditsionerleri işlep tuttu. Motorlarına option gap bo'lishi mumkin emas. Liboy raport ishiti balolarida turibdi egalar. Boş balolar qo'yilgan. Mashina 150 ming yurib turibdi. Sog'lom holatlar ham yomon emas, yaxshi holatda. Endi ishni telarni e'tibor beringlar. Ko'rdingizmi? Umuman ishlangan emas. Zavodskoy o'zi. Faqatgina klassiyasi arka kalenkasi ishlangan ekan, ikki tarafi, boshqa joylar rodnoy. 2007 Scrambler Lux konditsioner narxini 55 milliondan kelishtirib beraman deb turibdilar. Qiziqqan laboladon bo'lsa, video pastida telefon nomerlar bo'ladi. Shu nomerlarga telefon urib, Bog'ot avtomarketga kelasizlar. Men sizlarga mashinani egasini chaqirib beraman. Primo egalari bilan savdo etib gaplashib olsangiz bo'ladi.